Nima bilan Dermalife kompleks sizga nima berdi, umid berdi? Gruppani o'qidim birinchi. Qarasam hammasi tabiiy. Avvalgi holatingizga nisbatan hozirgi holatingiz haqida gaplashing. Salga juda asabiy edim. Asnaru bilan sheylarimgacha qo'rqdim. Shunaqa qolib ketsam qo'rqdim juda. Qitishib, atishib. Hozir oldingi holatimdan nazarimda o'zim tinchib qolganga o'xshayman. Qo'llarim ushlab Alhamdulillah. Hozir endi uncha narsa yeyman. Yaxshi narsa ekan, ichsam shu. Doktor o'zlari ham aytdi. Ha, men buni ichidan o'qidim narsalarni ichib o'zimda mana amaliyotga ham ko'rdim. Bunga ham shifo ekanligini bersin. Amin. Allohu akbar. Assalomu alaykum hurmatli Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, aziz vatandoshlar. Bugun vodiy bo'ylab qilinayotgan safarlarimizni ajoyib bir nuqtasiga tashrif buyurganmiz. Namangan shahrida o'tiribmiz. Hurmatli Gulzoda opamning xonadonlarida u kishida 15 yildan beri allergiya dermatit holati ekzema bilan birga kechadigan prosesdan aziyat chekib kelayotgan edilar. U kishi bilan samimiy suhbat uyushtiramiz va ulardagi holat haqida o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum opajon. Assalom. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Salomat. Qanday qilib allergiya dermatitni orttirib oldingiz? Endi shu ilgaridan boshlangan e'tiborsiz bo'lganman. Qashlab yuraverganman. Jisizcha mazladan surtib. Nima mas surtgansiz? Boshlanishida sinaflan surdim, esimdan ham chiqib ketdi. Haligi qanaqadir o'sha mazlada ko'p surdim, juda ko'p surdim. Doktorga murojaat qilganmiz? Bordim, allergologga bordim. Mana o'zimizdagi Kojiniga bordim, Namanganga. Sarflayverdim. Tuzalsam bo'ldi deb. To'g'risi ham endi. Keyin ba'zida sal yaxshi bo'ldi, yana davom etaverdi. Xullas surmagan mazmam qolmadi. O'g'lim Rossiyadaligida unga ham shunaqa desam, ashaqdan bir narsa dorilarni, mazlarni berib yuboradi. Yo'q. Nima ishsiz qilib ko'rdingiz xullas? Xullas endi qo'yingki. Ana o't cho'pliga ham yuvdim. Voy, haligi o'ksda kuydirsa yaxshi bo'lar ekan desa kuydirib ham ko'rdim. Bir hafta qo'limni undaq ko'tarib Qolmadimi? Kuydir, uxlamay mashina ko'tarib yurib chiqdim. Kim aytdi narsani? Endi birovlar o'ksda kuydirsa ildizi kuyadi desa qilmam. Yo'q, bu allergiya ichkarida-da. Qanaqa ildizi ketib borolmaysiz ichkaridan davolanasiz? Endi o'zimiz rayonnikiga bordim doktorga. Ukollarni oldim, haligi aytayotgan ukollaringizni tiosulfat, kalsiy xlor ichdim. Haligi nima degan ukol bor, ashibdan ham oldim. Yo'q. Foydasi bo'lmadi. Xullas, endi men o dorilarni olgandan keyin oldin rosa o'ylandim. Bir Toshkentdan dori zakaz qilib oldirganman bir yil, shu gruppada ketib qolganda. Keyin olgandan keyin haligini oldim, uni ham xuddi sovuni bor edi, shunaqa edi. Shuning uchun gruppani boshida so'radim, haligi Iskandar degan menga. Bobojonov. Ha. Shunaqa emasmi deb men shunaqa ikkilanganman desam, yo'q, bu undoq deb qo'rqdim. Haligi umuman ta'sir qilmadi. Uni ham qancha pulga olgandim. Bo'lmadi, qayta aytdim, boshqacha Battar qildi. Shundan keyin o'zi men qarang 15 yildan beri kasal bo'lgan odamni ishontirib biror bir lecheniya qildirish qiyin-da. Chunki kuyib ozmuncha pul sarflamagansiz siz. Nima bilan Dermalife kompleks sizga nima berdi, umid berdi? Ya'ni gruppani o'qidim birinchi. Kuzatdingiz-a? Ha, menga Telegramdan kelib qoldi. Ha. Xudo bir yo'qlab sizlar tomonidan kelib qoldim. Keyin kimdir menga tashladi. Deb bir ochib o'qiyinchi deb boshdan o'qib chiqsam, deyarli endi mana psoriazlar kuchli nima og'ir. Keyin o'shalar tuzalibdi dedimda, qo'shilsammikin, nima qilsammikin, bu ham ta'sir qilmasachi deb bir ishonch uyg'otish qiyin bo'ldi-da. Kuyurib. Ha, keyin oxiri siz bilan gaplashganimda aytdingiz, ku shunaqa haligi 100 ming, 200 ming, palon ming, millionni ham sarflab tashlayapsizlar, bo'lar bo'lmas mazlaga deganingizdan keyin oxiri keyin tavakkal dedim. Keyin xo'jayinim o'g'limga shunaqa desam, aba qilaveringchi, birdan bo'lmasa birdan umid. Keyin uni o'qidim, sizga aytdim, retseptni tashlang dedim. Qarasam hammasi tabiiy.
O'qiyinchi, boshlayinchi deb, keyin bismillah deb pul ketsa ham hali Xudo xolsa nasib qilsa yasharmiz, tuzalishim kerak Yaxshi. dedim. Keyin boshladingiz. Keyin 4-avgustda zakaz qildim. 1-avgustda zakaz qildim, sizga bilan gaplashdim. 4-avgust kuni kechda yetkazib olishdi, sog' bo'lishsin qishloqqa chekka joyga. Keyin 5-kuni tong sahardan boshladim. Boshida 5 grammdan ichdim bir oy. Qo'zg'alish bo'ldimi? Voy, roza qo'zg'aldi, ishoning mana shunda. Shunaqangi qo'zg'aldi deng. Mana bo'ynimda ham bor-da, hozir ham 1-2 ta nuqtasi bor. Yaramay ketdi. Endi unga sari qashlayman. Atishadiki, ana sovunda yuvaman. Juda atishdi. Qo'rqib ketdingizmi? Qo'zg'alib ketdi nima Endi bor? keyin savol berdim hali Iskandarga. Bu qaytadimi yo shu bo'yicha qolib ketmaymanmi degan. Qo'rquv. Qolib ketmaymanmi desam, yo'q, opa qo'zg'aydi, 10 kunda qaytadi dedi. Kun sanayman-da. Qachon kun o'tarkan? Keyin mani qo'lim o'zi manigacha edi. Ishoning, mashigacha bo'ldi-da, mana mashitimdan ketmayapti. Asli bu mashilarimgacha qo'zg'adi. Ilgari bu oyog'imda ham bo'lgan ochiq joy. Ashetim ham qo'zg'atdi. Ilgari qaytdim qichigan bo'lsa, qo'lni qo'zg'atdi. Bunga sabab sirop avvaliga hamma uxlab yotgan hujayralarni uyg'otib chiqarib oladi. Ko'tarib oladi. Keyin quloqlarim ichigacha nazarimda narsa toshmagan quruq qichig'i bor. Boshlarim qichiydi, voy Xudo deyman. Shunaqa qolib ketsam qo'rqdim juda. Kun sanab 10 kun o'tdim, 15 kun o'tdi. Yana haligi bolaga telefon qilaman, qaytmayapti. Ta'sir qilmayapti dedingizmi? Desam, opa hammadan har xil qaytadi deb u menga motivatsiya beradi. Xullas 20 kundan keyin pasti 1 oyga yetganda sekin o'zgarish, qaytish boshlandi. Keyin sizga aytdimmi, unga aytdimmikin. Sal 20% ga nazarimda o'zgarish bor. Endi 15 yillik kasallik shunaqa tez qaytmasa kerak. Deb Xudoga shukr, ming martadan shukr. Avvalo Xudoyu, betlarim qizib yursam ko'pib ketaman deydi. Qichiydiki. Hozir yaxshi. Tatalavam mashitlarim, xuddi er urgan xotin degan bo'lib ketdim-da. Burcha endi analizicha ishga kelaman. Xo'jayin urmaydi lekin. Yo'q, xo'jayinim juda yaxshi. Endi bitta savol, parhezga qaradingizmi? Parhezim akam ushladim. O'sha chislodan boshlab. Qizil, achchiq, sho'r, shirin, gazli ichimlik, sitrus. Xullas. Keyin orada so'rab qo'yaman, palonchi yeyish mumkinmi deb sizdan ulardan. Endi kelib tursalik orada. Demak, shirinlikka ba'zidaligi dalilam tushib ketadi, sog'moshi. Majbur bo'lib qolasiz. Yarimta novvot solib ichaman-da, ichib oldim. Haligi unqam bo'ladi, shirin ekan. Azina ichaman tekizib o'tkazaman. Keyin simichka yog' ham yemay qo'ydim, yemayman, tuxum umuman olmayman. Yo'q, men qanday parhezni, mana bu bahona parhez qilganingizda o'zingiz o'zgarishlarni sezdingizmi? Sal yengilroq bo'ldingizmi parhez bilan? O'sha parhezni qilganimdan keyin parhezdanmi, bundanmi hali kuchayganda вообще hech narsa yemay qo'ydim. Non yedim. Keyin qatiq ichaveraymi dedim. Men qatiq yaxshi ko'raman desam, siz yo'q dedingiz. Voy, endi qatiq ham ichmas ekanman dedim. Shundan keyin parhezdan ko'rmadimki, lekin mana dorilar sekin qaytaryapti shekilli. Parhez o'ylamadim. Lekin pomidor, qizil yo'q, yemay qo'ydim-da. Ko'rasiz, obasi. Qarang, bizlar immunitetim tushib ketdi. Ana Iskandarjon aytdilar-ki, unaqa qilmang, opa, yeng. Sho'r, achchiq, qizil shunaqa nimalarni yemang, sitrus gazlilarni boshqa narsa, hamma narsani yeng, immunitetingiz tushib ketadi. Unda davolanaman. Keyin rostdan ham davlenim tushib ketdi. Parhez hisobiga. Keyin nanida o'g'limga voy menga biror narsa olib kir, go'sht yeymiz. Deb davlenim tushgan hisob shashlik ish qilib bu mumkinmikin deydigan bo'lib qoldim. Hozir qanaqa, yaxshimi? Hozir endi uncha narsa yeyman, lekin u narsalarni yemayman. Yemaysiz. O'zingiz o'rganib bo'ldingiz. Majburmiz. Kartoshka non ikkinchi. Shunaqa bizada. Uni yeyman. Endi uzum yesammikin desam,
qizilini yemang dedi. Endi uzumni ham ko'paytirib olmaganman. ha, uni ham glyukozasi. Glyukozasi. Qovun yemayman, tarvuz yemayman. Shu paytda men o'shalarni yemayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Avvalgi holatingizga nisbatan hozirgi holatingiz haqida gaplashing. Hozir qanaqa? Hozir oldingi holatimdan nazarimda o'zim tinchib qolganga o'xshayman. Qo'yingiz xotirjammoq. Ha. Yo, bular tinchiymanda qo'llarim ushlab, sillig'i. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lekin men chicha qo'zg'asa deb qo'yaman. Aka, mana akam, o'g'illari ham kuzatishadimi? Sizni o'zgarishlar haqida gapirishadimi ular? Ha, menga bir qarang-chi deyman. Ha. Ularga ko'rsatasiz. Chicha asabiydan haligi spokaynish bo'lib qo'yapman shekilli. Ya, bu hamma aytyapti shu narsani. Sababini tushuntiraman. Sirop tarkibida melissa bilan valerian ekstrakti bor. Melissa va valerian. Ha, valerian. Ikkalasi ham yurakni tinchlantirib, asabiylikni yo'qotib beradigan giyohlar. Salga juda asabiy edim. Mana u qichisachi, oddiy qichishmasda qizim aytadiki, "Aba, qashimang urib qo'ying" desa, u urushga ko'nmaydi, bu yuragimdan chiqyapti. Voy deb qichishib, atishib. Qachon qonatib, kimasa qilib bosib tursam, o'z vaqt. Keyin yaxshi bo'lardi. Asosiysi Xudoga ming marta shukr oldingimdan. Endi Xudo xolasa qo'zg'amasa deb o'ylayman. Yo, endi Xudo xolasa siz mukammal lecheniya qildingiz, sababi quloqlarim chaqa bo'lib ketgan. Mana qarang, bitta kurs mukammal lecheniyadan o'tdingiz. Hozir mana yana davom ettiryapsiz baribir, menimcha adashmasam. Hozir haligini 10 kun bo'ldi, bir kurs oldim. Haligi nima qilib berding, aksiya? Ha, aksiya bergan. Shundan oldim. 1-oktyabr kuniga. Ha, shu kunga oldim. Men Endi yana olishim. Sizni holatingizda hozir siropimiz eng muhimi. Men sizga sirop o'shanda aytmaman, sizga ham ikkita sovun deb skender jashnada ular. Sovunniga ham sirop bering deyman. Yo, men sizga hozir ikkita sirop olib keldim. Sovg'aga berib ketaman. Maza qilib ichasiz. Xudo xolasa bundan ham yaxshi bo'lsin iloyim rezultatlaringiz. Ilohim. Kam bo'lmang hech qachon. Men juda ham xursand bo'laman, qachonki bemor o'zidagi ijobiy natijani gapirib, alhamdulillah mana o'zgarish bo'ldi desa, biz baxtlidan baxtlimiz, ade. Buni men mana retseptini o'qib ko'rib qarasam, birortaligi nima yo'q, xinikat yo'q. Yo'q, nojo'ya narsa yo'q, alhamdulillah. Keyin qarasam, ichak tozalaydigan, ichki bunaqa yurishlarim ham normalniy. Dedim, keyin doktor, vrach opam bor edi. Endi doktorlar bilan desam, yaxshi narsa ekan, ichsam shuni. Doktor o'zlari ham aytdi. Ha. Kecha bir qiziq voqea bo'ldi-da. Andijon viloyatining bitta tumanida 18 yildan beri psoriazdan aziyat chekayotgan 18 yillik vrach bor ekan. Ko'rdingizmi Telegramda? O'zlari vrach, oliy toifali vrach. Mahsulotimizdan foydalanib, rezultat ko'rib, ular tavsiya qilish boshladilar. Ya'ni vrachlar tabiiylikka o'tishni boshlashdi. Sizlar ham o'tishni boshlanglar. Qachongacha garmon bilan o'zimizni aldaymiz? Garmonlar oldim. Hali kenolog degan ikov bittasi qaytaradi desa, nechtaga olib tashladim. Qaytimga bir ziyon va oxiri ta'sir qilmagandan keyin to'xtatdim. Doktorga borsam, "Mana ong qaytaradi" debdi. Tiasulfatlar u tiasulfatlar 80-yillarning eskirgan usullari. Toshkentda ham o'tyapti. Bizda emas, o'sha SNG davlatlarida hali ham o'sha tiasulfat, natriy xlor shunaqalar bilan haligacha inyeksiya qilinadi, lekin bu isbotlanmagan eski usullar. Asosiysi tabiiylikka e'tibor qaratish kerak. Doktor ham kecha aytib haligi psoriaz bo'lgan doktor. Tabiiylikda gap ko'p. Garmon yechim emas, hech qachon yechim bo'lmaydi. Tabiiylikka o'tish kerak deb. Bu fikr bizning fikrimiz emas. Agar o'zini mahsulotini ma'qullash uchun deyotgan bo'lsanglar, u videoda ham ko'rasizlar, men opamiz ham aytib turibdilar. Tabiiylikda gap ko'p. Zotan har qanaqangi dard borki, tabiatda o'zini shifosi bor. Sabr, matonat. Mana bo'lsa retseptiga qarab o'qib ichadigan bo'lib qolar. Shunaqa. Kuzatuvchilarimiz ichida ko'pchilik ikkilanadigan odamlar bor-da, opajon. Allergiya dermatit bo'yicha mana sizga o'xshab. Yillar qiynalgan odamlar ikkilanib. Nima degan bo'lardingiz ikkilanadigan kuzatuvchilarimizga? Mana bunaqa gap gapirishadi. Erim bilan maslahatlashing. Yo'q. Dadam bilan maslahatlashing. Qo'shnim bilan maslahatlashing. Nima deysiz shunaqa qiling? Xo'jayinimga shunaqa ekan desam,
Nima qilsang qil, tuzalsang bo'ldi. Bizga voy dema. Mana agar nima bo'lsa, biz mana bilan harakat qilib yetkazamiz. Tuzal. Nimaga ulayapman, mana qanday charchashgan. Endi men nima deyman? Xudo xolasa, avvalo Xudo hammaga shifo bersin. Amin. Har ish Xudodan. Albatta. Lekin men mashalani ko'rib, haqiqiy o'zimga jicha ishonch uyg'ondi. Boshiga ikkilanib turdimda, keyin qarasam, o'qiganimdan keyin tavakkal dedim. Men Xudodan deb ish boshladim. Sirop hamma lecheniya boshlaganimdan keyin kutdim. Siz aytgandek qaytmay qolsa, endi nima qildim? Yo'q. Hamma narsa ham bir qo'zg'alar ekan. Shunaqa. Keyin qaytar ekan. Ibn Sinoda kecha men ko'p gapirdim bu narsani. Ibn Sinoning tib qonunlarida aytilganki, qo'zg'atmasdan davolab bo'lmaydi hech narsani. Shunaqa ekan. Oddiy shamollashga dori ichsangiz ham 37 bo'lib yurgan bo'lsangiz 40 gacha chiqarib beradi, keyin tuzalishni boshlaysiz. Endi men aytaman, hozir kimga bo'lsa ham o'zim atrofimda shunaqa qilib bo'lsa ham, voy mana shu gruppaga qo'shilgan zo'r ekan, dorilar mendiq ekan. Menda hozir shuncha o'zgarish bo'ldi, yana davom etyapman men deb tavsiya qilyapman boshqalargachi. Bir jiyanim qaynonasida kuchli shunaqa bor ekan, psoriaz. Keyin aytdim, sen mana shu gruppani o'qi, qaynonang qiynalyapti, qashib qiynalganlarga iloji yo'q deydi. Boshqa odamni azoblaydi. Ha, deyman, dedim. Yaqinda desam, voy aytdim, u bu dedi. Endi kimga bo'lsa aytyapman-da, mana shu gruppani men boshida o'qib chiqdim. Ko'pchilik aytdi, u gruppalarga gap yo'q, haliga kelib qolyapti-ku, asli reklama qilishdi. Shundaqa u dedi, yo'q, men buni ichidan o'qidim narsalarni, ichib o'zimda mana amaliyotda ham ko'rdim. Xudoga shukr. Ko'rdim, lekin hali hozir mana aytib o'ylab yotib sizlarni eslab 2,5 oydan beri mana betamga sizni doringizdan boshqa narsa surmadim. Boshqa allergik bir narsa ichmadim. Alhamdulillah. Lekin surdim, bitta nima surdim, o'zingizdan so'radim. Mana bu sovun bilan krem qo'limni qaqshatvordi. Nima sursam ekan, o'ta qichib va bo'ldi deb boshida. Ha, betaderim degan, u hali faqat sillarlantirib, sal bosib turib, o'shani surdim. Orada bir o'talik qushab ketgan. Undan bariga shulardan boshqa dori qilmadim. Endi bundan bariga ham yaxshilik. Amin. Nihoyat nurli onaxon ekansiz. Umringiz uzoq bo'lsin, boringizga shukr. Mehnatda nima qilgan, umri o'tgan, haqiqiy mehnatkash ayolsiz. Ha, shunaqa. Mehnatkashlarning duosi Allohning oldida qabul bo'ladigan duo. Shuning uchun bizni qo'yavering, bizni bemorlarimiz haqqiga bitta duo qilib bering. Amin. Ilohim amin. Amin. Alloh yor bo'lsin, jahonimiz yor bo'lsin, birlar madadkor bo'lsin. Allohim shu nimaiki niyat bo'lsa, nimaiki tilaklarimiz bo'lsa, el qatorida, ko'p qatorida hammani dardiga shifo bersin. Jumlamizga shifo bersin. Kimki niyat qilib shu dorilardan umid qilib, ikki xayol bo'lib nima qilsam ekan deb o'tirganlar hech ham ikkilanmayman. Ichib ko'ringlar, beziyon. Foydasi bo'lsa bor ekan, lekin ziyoni yo'q. Boshida qo'rqdim, haliga ziyoni bo'lsa dedim, yo'q. Hammaga shifo bersin. Sizlarni ham tan joningiz sog' bo'lsin, yurganda yo'lingizda bo'lsin, Xizr buvamjilar o'yinida bo'lsin. Hammani dardiga shifo bo'lib, el korida sizlar charchamanglar. Meni niyatim mana shu dorilarni olib ichinglar. Shifosi bor ekan, mana Xudoga shukr, alhamdulillah. Shifo bo'ldi, bundan bariga ham yana shifo tilab qolamiz. Qolgan bemorlarga ham shifo komilini bersin. Amin. Allohu akbar. Ayjon rahmat kattakon, salomat bo'ling, hurmatli. Allohni ham tanjoni sog' bo'lsin. Amin. Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, samimiyat bor-da bu yerda. Ana shu samimiylikni qadrlaysizlar degan umiddamiz. Sog' salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.